Xo'sh, nima gap? Ish ketyapti. Farg'onaga jo'natdik. Andijonga ham ketdi. Sergeli bozoriga ham tinmay mahsulotlarimizni yuborib turibmiz. Unda nega mashinalar ko'chada turibdi? Ulgurmayapmiz-da. Nimaga? Ulgurmaydi-da, ikki smenada bolalar. Shunga 3-smenani tashkil qildim. Bu yog'iga o'ylaymanki, albatta ulguramiz. Ish reja bo'yicha to'g'ri ketyapti. Reklama masalasi nima bo'lyapti? Reklama hal bo'lgan, blogerlarga aytib qo'yganmiz. Bugun kelishlari kerak. Blogerlar? Ha? Menga qara. Men mana shu zavodni qurayotganimda blogerlaring menga yordam berganmi? Ha? Yo'q. Menga qara. Reklamada haqiqiy o'z kasbining ustalari, haqiqiy san'atkorlar xizmat qilishi kerak. Har kun chiqadiganlari kerak emas menga. Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p. Ha. Labay. Ha? Bo'ldi. Boramiz o'sha bozoringga. Bo'ldi, kelib turgan sen ishxonaga birga o'tamiz bozoringga. Menga qara. Ha? O'ylamaganmisan? Yo'q. Uylama. Uylamasdan ishla bola, ishla. Aha. Reklamani nima keragi bor? O'zi yaxshi-ku. Keyin o'zim ham bloger bo'lsam. Tez ishlaring, turmalaring, bo'llaring. Bo'l, olib chiq.